Mana shu olovda yonib turgan Lacetti'ni bitta Spark puliga berib yuboramiz. Lacetti 2013-yilda ishlab chiqarilgan, dvigatel hajmi 1.8 litr, ikkinchi pozitsiya mexanika korobkali, bosib o'tgan masofasi probegi 174 ming kilometr. Mashinamiz faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, gazda yurib mashinani jon olinmagan, motor, ходовой korobka hammasi cho'tka holatda, umuman ishi yo'q. Balonlar holati yaxshi holatda, hali bemalol ancha yursa bo'ladi. Kuzov tekis holatda turibdi, qirilib, chizilib ketmagan, полностью shumoizolyatsiyalar qilib qo'yilgan. Aybiga keladigan bo'lsak, mashinamizda общий 4 ta detalli kraskasi bor, ya'ni orqa kapot, ikkita orqa krilo va oldi chap krilosida. Mashinamizning salonlari ham akkuratniy holatda turibdi. Bu toza zavodskoy ikkinchi pozitsiya, 1-2 qilinmagan, to'qima chexollar taqib qo'yilgan. Esingizda bo'lsa 2013-15-yillarda rosa moda bo'lgan edi. Lenovo video registrator, qanaqadir eskicha antiradar va Magicar signalizatsiya o'rnatilgan. Faralari ham tiniq holatda turibdi. Bu o'zini zavodskoy original farasi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $6200. Bunaqa narxda, bunaqa sostoyaniyadagi mashinani, Lacetti'ni bozordan aniq topolmaysizlar. Mashinamiz faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video описаниесida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.